Bugun marketingda juda muhim bo'lgan narsa haqida gapiraman. Albert Einsteinning bitta zo'r gapini o'qib qoldimda, oddiy qilib tushuntirib bera olmasang, demak yetarlicha tushunmagansan. Xonada shuncha odam o'tiribdi, men aytsam, bitta suv olib bering desam. Qanaqa bo'ladi? Qanaqa suv? Kimgaligi aniq emas-da. Kimgaligi aniq emas. Lekin men aytsam, Sevinch, bitta mana shu stakanga suv solib bering desam, bu уже boshqacha bo'ladi. Dadamga anaqa chiroyli, anaqa seryozni qilib yozaman, o'rtog'imga sal hazillashib ham yozaveraman. Miya saqlamaslik kerak, miya generate qilish kerak, ya'ni yaratish kerak. Miyaga o'z funksiyasini bajarishiga qo'yib berish kerak. Keling endi ozgina reklama ko'ramiz. Bu liftda shuncha ko'tarib chiqqan. Bu yerda Specsavers aytyapti, should have gone to Specsavers deyapti. Tipa Specsaversga borishing kerak edi deyapti. Ochko olishing kerak, ko'zing tekshirtirib olishing kerak dedi. Ochko olishing kerak dedi. Oxirida so'ramoqchiman, har bir kishidan nima bo'ldi, qanaqa ma'lumot oldilaring, Sevinch? Fikrlash yana ham kengaydi, чтобы nima deydi? Yana ham holatlarni bundan buyog'iga kuzatamizda endi. Чтобы bitta ssenariy yozishdan oldin iloji boricha yana ham ichiga kirishga harakat qilamiz. Holatda chiqarish. Zo'r. Abdullah? Shu rostdan ham zo'r bo'ldi. Ayniqsa shu referenslar bilan qiziq bo'ldi. Shu men ham ko'p dunyo qarashim ozgina kengaydi. Okay, hammaga assalomu alaykum. Kelganlaring uchun kattakon rahmat avvalambor. Kayfiyat qanday? Kayfiyat zo'rmi? Boshlashimizdan oldin bitta narsa qilishlaringizni iltimos qilib qolgan bo'lardim. Sizlar eng zo'r komandasizlar, o'zlaring bitta qarsak chalib oling. Yaxshi, sekin boshlaymiz. Bugun marketingda juda muhim bo'lgan narsa haqida gapiraman. Xuddi mana odamni o'pkasi ishlamasa qanaqa bo'ladi? Nafas olishga qiynaladi, Nafas olishga qiynaladi. Misol uchun o'lib qolishi ham mumkin, yaxshi ishlamasa. Mana shu ga mos bitta boyagi bor, yo'nalish bor marketingda. Yo'nalish emas, u bitta qismi bor. O'sha narsani agar yaxshi qilmasak, nafas olishimiz qiyin bo'lib qoladi. Xo'p, bugun sizlar bilan ssenariy haqida gaplashamiz. Kreativ ssenariy yoki qanday qilib o'zi to'g'ri va ma'noli ssenariy yozish mumkin. Mana shu narsa haqida gaplashamiz. Xo'p, ssenariy o'zi nima uchun yoziladi? Javob bormi? Nima uchun yoziladi, Alisher? Ssenariy endi muammoga yechim sifatida yoziladi. Endi uni qanaqa yo'nalishda, qanaqa tartibda yozish endi kontent media qanchalik kreativligiga bog'liq. Ya'ni muammoga yechimni qanaqa tarzda yetkazib beradi. Sevinch? Tanishtirish uchun ro'yxatni shaxsni. Ssenariy oldindan planlashtirish uchun nima olish, nima qilish, operator qanaqa yetkaziladi. To'g'ri. Ssenariy o'zi nima uchun yoziladi? Ssenariy qanaqadir ma'lumotni kimgadir yetkazish uchun yoziladi, to'g'rimi? Ssenariy nima uchun yoziladi? Ssenariy mavzuga aloqador va miyaga kelgan g'oyalarni bitta joyga jamlash uchun yoziladi. Misol uchun qanaqadir g'oyalar keldi, sizlar o'sha joyida improvizatsiya qilmaysizlar-da. Misol uchun bir hafta oldin kinolarda bo'ladigan bo'lsa, даже 1 yil oldin ham yozib qo'yiladi. O'shanga qarab keyin syomka qilinadi. Ssenariy ham nima uchun yoziladi? O'sha Doston san aytgandek, qolgan jamoa a'zolari ham nimani syomka yoki montaj qilayotganini tushunish uchun yoziladi. Albert Einsteinning bitta zo'r gapini o'qib qoldimda, oddiy qilib tushuntirib bera olmasang, demak yetarlicha tushunmagansan degan bitta gapi bor-da. Ya'ni bundan nima xulosa olsak bo'ladi? Biz nima xohlayotganimizni, biz o'zimizni xabarimizni ko'ruvchiga maksimalni sodda qilib yetkazishimiz kerak. Xo'p. Boshida aytib o'tganimdek, qanaqadir ma'lumotni kimgadir yetkazish, misol uchun X ma'lumotni X odamga yoki odamlarga yetkazish. Buni qanday qilish kerak? Xo'p, birinchi o'rinda kimga yetkazayotganimizni bilib olishimiz kerak. Ya'ni qaysi ma'noda deylik, xonada shuncha odam o'tiribdi, men aytsam,
bitta suv olib bering desam, qanaqa bo'ladi? Qanaqa suv? Kimgaligi aniq emas-da. Kimgaligi aniq emas. Lekin men aytsam, Sevinch, bitta mana shu stakanga suv solib bering desam, bu уже boshqacha bo'ladi. Ya'ni kimgaligi aniq. Biz ssenariy yozayotganimizda, ya'ni xabar yozayotganimiz, buni bir xabar deb tasavvur qilinglar. Xabar yozayotganimizda kimgaligini aniq bilishimiz kerak. Deylik, Telegramda misol uchun qanaqadir xabar yozmoqchiman, o'sha odamga kirib yozaman-da, o'shanga moslab yozaman. Ilija yana bitta misol, deylik, men Telegramga kirib xabar yozmoqchiman, dadamga boshqacha xabar yozaman, o'rtog'imga boshqacha xabar yozaman. Dadamga anaqa chiroyli, anaqa seryozni qilib yozaman, o'rtog'imga sal hazillashib ham yozaveraman. O'shaning uchun kimga nimani yetkazmoqchiligimiz juda ham muhim. Bu yerda jinsi, yoshi, kasbi juda ham muhim. Bu birinchi masala. Aha. Demak, ssenariyni kimga, ya'ni xabarni kimga yozayotganimiz juda ham muhim. Ikkinchisi, og'riq yoki xohishlari. Og'riqlarini, xohishlarini bilsak, shunchalik biz yetkazmoqchi bo'lgan xabar chuqur yetib boradi. Nimaga men bu huquqlar haqida gaplashamiz, boshqa narsalar haqida gaplashamiz? Huquqlarda nima qilish kerak? Huquqlarda og'riqini birinchi bo'lib aytish kerak. Чтобы anu scroll qilayotganda to'xtatishlik uchun anu odamni. Ya'ni og'riq va xohishlarini ham обязательно bilishimiz kerak. Keyingisi. Uchinchisi, qanaqa hissiyot, emotsiya beryapmiz? Hissiyot juda ham muhim. Mana shu narsani, misol uchun, qanaqa ssenariy olyapmizmi, video olyapmizmi, qanaqa hissiyot beramiz ko'ruvchiga? Bu narsani bilish juda ham muhim. To'rtinchisi, bu yerda harakat. Misol uchun bizni reklamli roliklarimizni oladigan bo'lsak, o'sha CTA deymiz-ku, CTA muhim. Oxirida nima harakat qilishini kutamiz, anu ko'ruvchidan. Endi mavzuga aloqador va miyaga kelgan g'oyalarni bitta joyga jamlash uchun yozamiz dedik-a bu ssenariyni. Xo'p, o'z funksiyasini bajarishiga qo'yib berish kerak. Uni quyidagilar uchun ishlating. Tak. O'ylash uchun, yaratish uchun, qaror qabul qilish uchun. Qolgan ma'lumotlarni bloknotda, telefonda, kompyuterda saqlang. Ideya keldimi, uni darrov qog'ozga tushiring. Mana bunaqa narsada bizda qo'limizda shuncha instrumentlar bor. Qog'oz ruchkamiz bor, bizda telefonimiz bor, telefonda bloknotimiz bor yoki qog'ozli bloknot olsak bo'ladi, kompyuterimiz bor. Informatsiyalarni, mana misol uchun qanaqa informatsiyalarni? Raqam bo'ladimi, uzun tekstlarni hammasini o'shanga to'kish kerak. Miya bizga nima uchun? Miya ideya generate qilsin. Miya saqlash uchun emas, ideya generate qilsin. Miya saqlaydi, nimani saqlaydi? Miya qanaqadir skilllarimizni saqlaydi. Misol uchun, siz velik uchishni o'rgandingiz, miya o'sha narsalarni saqlaydi. Miya qanaqadir emotsiyalarni, hissiyotlarni saqlaydi. Lekin mana bunaqa katta tekstlarni, misol uchun qanaqadir g'oyalarni miya saqlamaslik kerak. Miya generate qilish kerak, ya'ni yaratish kerak. Anu g'oyalarni bu yerga yozish kerak, qog'ozga yozish kerak. Keyin yana bitta narsa bor, Amazonda shunaqa texnika bor. Amazon kompaniyasida bironta ideya keldimi, qog'ozga yoz deydi. Qog'ozga ham qanaqa qilib yoz? 6 varaqqa yoz deydi. Misol uchun, Abdullohda qanaqadir ideya paydo bo'ldi. Abdullohda ideya paydo bo'lgandan keyin u kelib sirazu menga aytayapti. Men aytaman, Abdulloh deyman, to'xtang, mana shu ideyangizni qog'ozga yozing. Nimaga 6 varaq? Bir xilda ideya kelib qoladi-da, u misol uchun yetarlicha tushunarli emas.
O'shaning uchun 6 varoqqa qilib anaqa darabotit qilish kerak bu narsani. Iliji bir xil payt ideya shunaqa ko'p bo'ladiki, bir 10 varoq, 20 varoq yozib tashlaysizda. Uni qisqartirib, maksimalni tushunarli bo'lish uchun boshqalarga ham 6 varoqqa yoz deydi. Bu Amazon ishlatadigan texnika, Amazon kompaniyasi. Xo'p. Bu ssenariy emas. Shunchaki dialoglar bilan yozilgan skript va ikkinchisi maqsadsiz tuzilgan chiroyli gaplar. Bular shunchaki ssenariy emas. Mana misol uchun deylik, chiroyli tuzilgan dialoglar bo'ladi yo boshqasi bo'ladi-ku. Bu ssenariy emas-da bu. Maqsadsiz tuzilgan ssenariy. Maqsadimizni bilishimiz shart. Ya'ni bundan biz nima olmoqchimiz o'zi, nima rezultat olmoqchimiz? Xuddi hayotda yashayotgandek. Misol uchun ishlaymizda qanaqadir misol uchun bir nima qoldirgimiz keladi, bir nima o'zgarish qilgimiz keladi. No, asosiy maqsadimiz o'sha ishlab pul topib, oilani boqish, o'zimiz xarajatlarimizga misol uchun nimalarnidir bu yerga qilishda qoplash. O'shaning uchun ssenariy yozayotganda ham maqsadimiz aniq bo'lishi kerak. Ya'ni biz nima xohlayapmiz, nima natija xohlayapmiz bundan. Xo'p. Yaxshi ssenariy 3 ta savolga javob berish kerak. Birinchisi, men buni nimaga ko'rishim kerak? Birinchi savolga javob berish kerak. Ya'ni bu narsa nimaga? Ko'ruvchini ushlab qolish uchun. Ko'ruvchi mana shu savollarga o'zida javob topa olishi kerak. Birinchisi, men buni nega ko'rishim kerak? Ikkinchisi, nega ko'ruvchi bu haqida qayg'urish kerak? Qanaqa aloqasi bor ko'ruvchi bilan? Va uchinchisi, keyin nima qilish kerak? Call to action. Ya'ni bu o'sha boyagi biz qiladigan ishga to'g'ri keladigan narsada. Nimaga ko'rish kerak? Qanaqa aloqasi bor? Va uchinchisi call to action. Nima qilish kerak? Okay. Keling endi ozgina reklama ko'ramiz. Sizlar bilan bir maza qilib reklamalar ko'ramiz. Xo'p. Reklama listini terib qo'ydim. Ko'p emas, 8 ta dona bor yo'g'i. Bir boshidan ko'rishni boshlaymiz. Birinchi bo'lib KFC ni anaqasidan ko'ramiz. Boshlaymiz. Qisqa reklama 15 sekund. When will taco shells stop breaking? When KFC starts making them. Introducing our new Kentaco. No shell, all chicken. Bunda nimani tushundinglar? O'tda taco usti xamiri bo'ladi-yu. O'sha qisir bo'lganiga chochilib ketadi otda. Lekin otda KFC'da unaqa emas. KFC'ning tacosi. Barto filesini kiyib qilib, bu yoyilib ketmaydi. Bu qotib qoladi-da non. Bu Singapur taco hamma joyda ham yo'q. O'zbekistonda bormi? Yo'q. O'zbekistonda yo'q. Bitta ko'rganman. Ne, KFC'da endi. KFC'da yo'q. Ya'ni yana bitta misol mahalliy aholini o'rganib, nima yeyishini, nima bo'yiga qilishini o'shanga qarab zapis qiladi bular. Qanaqadir produktlarni joriy qiladi. Singapurda mana taco chiqarishni boshlagan. Va bu yerda ko'rishimiz mumkin, mana o'sha sen aytgandek, muammo nima? Har xil joylarga sochilib ketadi, misol uchun, xrustyashli bo'lgani uchun, iloji ko'proq pishirib olgani uchun sinib qoladi, boshqa qiladi. O'sha og'riqdan kelib chiqqan holda 15 sekund ichida dahshat emotsiya beryapti. Srazu tushunarli. Yana bitta ko'ramiz. When will taco shells stop breaking? When KFC starts making them. Ma'nosiga tushunyapsizlarmi? Qachon taco ular xamirlari to'kilishni to'xtaydi, deyapti. Keyin pastda aytayapti, qachonki KFC uni qilishni boshlasa, tayyorlashni boshlasa, deyapti. O'zini produktini ko'rsatyapti. Qanaqa sochni qilib ko'rsatyapti. Introducing our new Kentaco. No shell, all chicken. Emotsiyani qarang, emotiyani tishlayotgan. Orqada takoy afterski qilib
Bunga qilyapti. Endi keyingisi tak, yana bitta KFC'niki. Endi qarang. Chicken with fries, please. Chicken with fries. Chicken with fries, please, mate. Chicken with fries. Chicken with fries. Chicken with fries, please, mate. Chicken with fries. 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 Chicken with rice. Chicken with rice. Chicken with rice. Yeah, that's me. Cheers, mate. Qani, nima tushundingiz, Sevinch? Tushunmadim. Bu yerda To'xtab tur, Sevinch dedim. Yo'q, mana inglizchani to'g'ri bilmayman. Shu Aha. ko'p odam ko'p kelyapti. Mana shu Xo'p. yaratildimi? Nimani tushundingiz? O'zi tushunganingizni общий aytib bering. Ko'p odam kelganini tushundim. So'rashayotgan. Qaysi payt keldi ko'p odam? Obedda. Obedda, lunch time dedi. Aha. Keyinchi? Shu keyin hamma birdan zakaz berdi. Keyin mana nimadir yaratildimi oxirida, oxirini tushunmadim. Ну, примерно tushundingiz. Akrom aka, siz nima deysiz? Menimcha bu yerda ma'mini bo'rttirishyapti. Чтобы eng zo'ri non obed uchun deb menimcha. Chicken fries deyapti-ku. Ya'ni guruchdagi tovuq deyapti. Menimcha shu obed uchun eng zo'r tanlov deb turib, odamlarni mana shu voqmali qilib ko'rsatyapti menimcha. Yo'q, bu yerda mana bunaqa narsa bo'lgan. Bu KFC'da takoy yangi bitta menyuga qo'shilgan produkt bo'lgan. Chicken rice box. Ya'ni KFC rice box. Bular buni qanaqa qilib olib chiqib bergan? Mana lunch time'da hamma почти hamma restoran, fast foodlarda busy bo'ladi. Odam ko'p keladi. Shu odam ko'p kelgan payti KFC'da основной chicken with fries deyapti. Ya'ni chicken bilan kartoshka free deydi-ku o'zimizda. Kartoshka freeni ko'p zakaz qiladi. Bu shunchalik ko'p zakaz qilganki, mana bu boyaga qilyapti. Chicken with fries, keyin xayoliga kelyapti. Bu narsa chicken with rice ga o'tib ketyapti. Keyin o'rtasida bittasi chiqyapti-da, menga deyapti. Yangi produktni mana shunaqa qilib taqdim qilyapti-da bular. Tushundinglarmi? Men talaffuziga tushunmadim-da. Chicken fries. Mana nima uchun ana qilish kerak? Ingliz tilini o'rganish kerak, bilish kerak. Mana yana bitta mana shuni ko'raylik. Qisqa reklamalar 2 martadan ko'ramiz agar qarshi bo'lmasanglar. Oxirida so'raylik, Alisher aka akromga olib ketdi. Akrom akadan so'radim-ku. Shuni gapirdi. Chicken with fries, please. Chicken with fries. Chicken with fries, please, mate. Chicken with fries. Chicken with fries. Chicken with fries, please, mate. Chicken with fries. 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 Chicken with rice. Chicken with rice. O'zi chicken with rice deb. Chicken with rice. Yeah, that's me. Cheers, mate. Nega aynan guruch qo'shgan bo'ladi? Obed kelganimcha to'yimliligiga qarashgan. To'g'ri. Yana bitta uchinchisi ham KFC'niki bo'ladi. Don't try so hard.
Loosen up with KFC. The new Messy Burger. Get messy now on the KFC app. Sevinch? Salfetka siz KFC'da bo'ladi demoqchiman, mazalilikdan. Shuni tushundingiz. Ya'ni erkin maza qilib yeyin deyapti. Endi pozitsiyasini ko'rsatyapti. O'zi chet elda KFC anaqa yuqori segmentda turmaydi, oddiy. Endi bu segmentlar uchun fast food. Shunaqa. Lekin O'zbekistonda boshqacha narx. Ma'lum bir segment orasida. Bu yoqda uni auditoriyasi restoranga borsa, unaqa holatni bilmaydi yani. Salfetka qo'lni artadimi yoki yeydimi? Noqulay holatga tushib qolishi mumkin. Shuning uchun u yerda anaqa noqulay holatga tushmaganda KFC'da o'zing bilganingcha yedi. To'ppa-to'g'ri. Ya'ni o'zingni erkin his qilasan. Erkinlikni ko'rsat, xohlagancha ovqat To'ppa-to'g'ri. Islom siz nima deysiz? Ne o'sha? Akalar gapiga qo'shilaman. Yo, mana emotsiyani chiqarib berayotganini ko'ryapsizlarmi? Mesajini qanaqa qilib yetkazib beryapti? Minimalniy so'zlar bilan, minimalniy so'zlar bilan. Don't try so hard. Loosen up with KFC. Naqa qattiq kuchanma deyapti. Erkin bo'l. KFC bilan. The new Messy Burger. KFC'dan katta burgeri bor. Ha, mana Get bu messy ham now on the KFC app. bu ham anaqa deyapti. Get Messi Burger deyapti. Ya'ni anaqa rasol burgerni ol deyapti. Messi degani endi anavi bardak degani. Sizda bormi shunaqa burgeri? Yo'q. Bu mana nimaga bu ssenariy yozishda kimga yozayotganingni bil dedim-ku. Bizneslar ham shunaqa. Misol uchun O'zbekistonga kelsa, mahalliy aholini yaxshilab o'rganib, ular nima xohlayotganini bilib, keyin menyu tuzadi-da bular. Bu yoqda ham xuddi shunaqa. Misol uchun Amerikada boshqacha, UK da boshqacha, misol uchun Singapurda boshqacha ko'rdik. O'zbekistondan arzonroq narsalar. Endi Starbucks'ni ko'ramiz, qani. Buni boshqa moshina ishlab qo'yishgan. I've just finally got some time to do my own thing. I'll send you a link. I'm doing some prints, trying to make accessories for them. I'm really, really happy you like them. Hey, it's Kay Davis. What's happened? To be honest, it's just not what we're looking for. Kay, really good to see you. Every table has a story. Islom nima deysiz? Har bir stol bitta tarix. Islom? Da haqini ishlayotgan bitta ritimda aytdi odam ko'rayman bu. Okay, Akram aka. Siz nima deysiz? Yaxshi yomon ko'rganda O'zi men yozuvdan tushundim. Ya'ni har bitta stolning o'zini animasi bor bo'lyapti. Hikoyasi bor. Hikoyasi bor deyapti. Abdulloh? Nima shuning uchun Bilarkan ma'ningizmi? Yo'q, bu o'zi ma'nosini общий anaqa kim tushundi? Alisher? O'zi menimcha shu tadqiqot qilganda ular ko'pchilik ish uchun kelgan degan anaqa insight kelib chiqqan bo'lsa kerak. Kelgan shu vaziyatda olib ko'rsatgan, ya'ni bitta odam misolida. Bu gaplarni har kim har xil tushunishi mumkin. Do'stlar bilan kelganda undagi vaziyatni xotiraga eslash mumkin yoki bu qizni vaziyati, kimdir ishlab kelganda, kimdir shu bilan bog'liq vaziyatlarni eslash. Bu tozg'aroq ko'rsatdi. Qiz har kuni kelib ishlayapti kechgacha, nimadir qilyapti-da, oxiri o'sha natija bilan qaytib kelyapti. O'shani ko'rsatyapti-da, har bitta stolning o'zining hikoyasi bor. Oxirida o'sha natija bilan keldi-da, jurnalda qiz chiqyapti. To'ppa-to'g'ri. Mana kafeneyalarga boradi odamlar, misol uchun mana shuncha odamlar hammasini o'zini bo'yagi istoriyasi bor.
o'sha boya ham Islom aytdi, Starbucks bilan birga. Ya'ni pastga tushyapti, tepaga chiqyapti, Starbucks bilan birga. Mana minimalniy so'zlar bilan bu yoqda konkretnik aytilgan gap yo'q. Minimalniy so'zlar bilan zo'r emotsiya chiqarib beryapti. Mana bu yerda e'tibor bergan bo'lsalaringiz, mana decline deyapti. Qayergadir application topshirgan, отказ bergan. Balkim Amerikaga topshirgan. Keyin yana yozib ko'rsatdi. Ko'rsa nima degan? U yoqda уже jurnalda uni maqolasi chiqqan. Keyin bitta olam uzun jumla chiqdi, yo'q qoldi. O'sha nima deb yozilgan jumlada? Qaysi jumla? Bir narsa deb. Bilmasanga qiziqding boshida. Interest. Boshida. Yo'q, boshida. Sal. Notebookda ko'rsatdi yana. Qo'ygan. Some time to do my own thing. I'll send you a link. I'm doing some prints, trying to make accessories from them. Oh, I'm really, really happy you like them. Bu qanaqadir dizaynermi, boyagi aksessuarlar qiladimi shunaqa? We are not interested at this present time. Hozirgi vaqtda bu narsa qiziq emas bizga deyapti. Shunaqa. Tak, endi Costa Coffee'nikini ko'ramiz. Costa bizadami? Minimalniy so'zlar bilan. Ben o'qimay qoldim. Mana. Bu yoqda yigitiga ertalab yigitiga SMS yozgan. O'qib javob yozgan. Hi Ben, meet up again. Yana ko'rishamizmi deyapti. O'qigan javob bermagan. Misol uchun oldin ham SMS yozgan, o'qigan javob bermagan. Bu o'zi xafa bo'lyapti. Atrofda hamma narsa bunga xo'mrayib qarayotgandek bo'lyapti. Lazım abi ya. Costaga kelyapti, kofesini ichyapti. Hammasi ozgina yaxshi. When your coffee is hammasi ozgina yaxshi agarda kofeing Costa bo'lsa deyapti. Mana o'chirib tashadi. Ozgina bo'lsa ham yaxshi qildi deyapti-da. Keyin oxirida mana bunaqa smaylik. Shartga tushunmaycha o'sha telefon ko'rsatgan joyi. Yo'q, boshida, yo'q. Boshida? Oxirida tugash. Oxirida. O'chirib tashadi. Boshqa SMS'larni ko'rmoqchisiz? Qo'yganda, ko'mbodan yozgan. Bu qiziq kishi ekan men. Mana, nima? Jane work ekan. Can you make meeting? Let me know if you're Alisa G. What's going on? Shunaqa so'z ishlatmasdan qanaqa emotsiya beryapti. Misol uchun srazu tushunyapsizlar-da, kimgadir SMS yozgan, balkim yigitigami, kimgadir endi ingliz tilini bilmasalaring ham misol uchun tushunarli-da o'sha emotsiya beryapti. Minimalniy so'zlar bilan. Xo'p, endi qurilishga aloqador Shopha Realty degan kompaniya bor Dubayda. Uylar quradi. It's the little details that make all the difference. Like the small touches of craft. Minute shifts that reveal a whole new picture. When you focus on the smallest details, you create the exceptional. Shobha, the art of the detail. Endi
O'zimga yoqqan zo'r reklamalarni ko'rsataman. Qisqa hammasi Specsavers. Britaniyada Specsavers degan ko'zoynak sotadigan do'konlar bor. Ular aniq ko'zni ham tekshiradi, boshqa ham qiladi. Juda ham katta kompaniya. Filiallari ko'p joyda bor. Shularning reklamasini ko'ramiz. Shane, it's not your baby. That's your baby. Specsavers sponsors Home and Away. Tushundinglarmi? Xo'p. Bu yerda mana 15 sekund, bu ham 15 sekund. Shane, it's not your baby. Qanaqa emotsiya beryapti-da, boshida tako ishontirish uchun, boshqa qilish uchun. That's your baby. Tipa ko'zi yaxshi ko'rmagan. Na ko'ra Specsaversga bor deyapti. Achki oldi. O'ttiranoq emotsiya ko'radi, xuddiki bola sandamas. To'g'ri. Ikkinchi reklamasi. Boshqa jinni qilgan bo'lsa. What? This says block 2. It's over there, mate. Shundaylar. Bu ikkinchi blok. Saniki naryoqda deyapti. Bu liftda shuncha ko'tarib chiqqan. Bu yerda Specsavers aytyapti, should have gone to Specsavers deyapti. Tipa Specsaversga borishing kerak edi deyapti. Ochko olishing, ko'zingni tekshirtirib olishing kerak edi. Ochko olishing kerak edi. Va oxirgisi Good girl, Phoebe. Nice and calm today. Karen, I've got a cat with no pulse here. I need adrenaline and an IV line, quick as you can, please. See you tomorrow. No, should have gone to Specsavers deyapti. Shundaylar. Nima dedi oxirida? See you tomorrow deyapti. Erta ko'rishamiz deyapti. Mana bu aytyapti, Karen deyapti. Menga ana instrumentlarni olib kel. Hozir bitta pulsi yo'q, ana bor. Mushuk turibdi bu yoqda deyapti-da. And an IV line, quick as you can, please. Tezroq olib kel deyapti. Kimdan olyapti? Shapkasini kiyapti. See you tomorrow. See you tomorrow. Should have gone to Specsavers deyapti bu yoqda. Shunaqa. Tak, bu prezentatsiyaning oxiri edi. E'tibor uchun hammaga kattakon rahmat. Oxirida so'ramoqchiman, har bir kishidan nima bo'ldi, qanaqa ma'lumot oldilaring, Sevinch? Reklamalar qiziq ko'rindi. Chet elda anaqalar inglizchalarni kuzatish kerak ekan. Ssenariy yozish bo'yicha ham ancha narsa oldim. Alisher? Prezentatsiya zo'r bo'ldi. Keyin yana bitta oldin eshitgan gapim esimga tushib ketdi. Shularga ko'ra yaxshi reklama qanaqa bo'ladi? Ya'ni yaxshi video, uni ovozini o'chirib, videoda o'zini ko'rsangiz ham tushuna olashingiz kerak videoda. Videoda qo'y faqat ovozini eshitsangiz ham tushuna olashingiz kerak. Agar ikkala holatda tushunsa, shunda video yaxshi chiqqan bo'ladi. Yana qo'shimcha qilmoqchiman, agar videolarimizni ham shunaqa yondashsak, bizga foydali bo'ladi. Zo'r. Doston? Zo'r. Gapir. Zo'r. Yaxshi, anaqa fikrlashani ham ya'ni fikrlashani ham kengaydi, чтобы nima deydi, yana ham holatlarni bundan buyog'iga kuzatamiz endi, чтобы bitta ssenariy yozishdan oldin iloji boricha yana ichiga kirishga harakat qilamiz. Holatda chiqarish. Zo'r. Abdulla? Shu rostdan ham zo'r bo'ldi. Ayniqsa shu referenslar bilan qiziq bo'ldi. Shu men ham ko'p dunyoqarashim ozgina kengaydi. Zo'r. Akrom aka? Menda bizni xatomiz tushunib yetgandek bo'ldim. O'sha biz ko'p o'rganmasdan yozaverar ekanmiz ssenariylar. Kimga, nimaga qilishimizni bilmasdan. Shu narsalar biz ochib berdi deb o'ylayman.
endi biz o'rganishimiz kerak ekan, bizni o'zi kim kuzatadi, necha yosh auditoriyamiz kim. O'sha Alisher aytganiga qo'shilaman, ovozni o'chirib ham yoki umuman arab tilida bo'lsa ham, arab tilidagi davlatlar olgan bo'lsa ham biz tushuna olsak, bu demak zo'r reklama. Ya'ni til tanlamayapti reklama. O'shanisi eng zo'r bu. Zo'r. Islom? Islom bizada kamera orqasida operatorlik qilyapti. Shu bu narsani kengroq auditoriyaga yetkazish uchun. Islom gapiring. Ha, o'zingizga ko'rsatavering. Bir shu ko'rib chiqdim, operator qanaqa ishlagan, nima yetib borib bergan aynan o'sha narsalar ko'rdim. Yaxshi, hammasi. Ideal. Zo'r. Rahmat sizlarga kattakon. O'zlaring bitta qarsak chalib qo'yinglar. Rahmat. Zo'r bo'ldi.